Ayxon, shunasi. Bu nima beodoblik, a? Nima qilyapsizlar o'zi? Odam o'zidan kattaga ham shunday qiladimi? Uyalmaysizlarmi? Jamila, nima bo'lyapti? Meni o'g'limga baqirish o'rniga mahallamizda benikoh yashayotgan mana bu betayin ko'chmachilarga qarasang bo'lmaydimi? Shit. Bular er-xotin. Sen shunga ishondingmi? Ana u majruh bu qizni yo olib qochgan yoki pulga sotib olgan. Bular tomonlarda hamma benikoh yashayveradi. Aziz, siz xafa bo'lmang, xo'pmi?